Assalomu alaykum. Bugungi suhbatlarimiz boshqarmamizning bosh yurishi konsul lavozimiga 4 ta nomzod kelgan, 6 ta nomzod suhbatga kelish kerak edi. Ularda hozir hammalari kirib chiqasizlar, tushunyapsizlar. Benim programmasi savol chiqadi 5 tada. O'shuncha men ham savollarni yarqin tushunmovchi savollarga kiralmashib boshlaymiz. Marhamat, birinchi kim kiradi? Hamza. Hamza, sizlar chiqib turasiz. Bizlar tanishtirib, Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Men Mirzayev Hamza Abdurasulovich 1982-yilda Termiz tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini xalqaro huquq fakultetini 2005-yilda tugatganman. Hozirda xorijiy Ali Sog'lik Group MCG shaklidagi xorijiy korxonada yuriskonsul bo'lib ishlayman. savollarni qo'ying boshlaydi. Birinchi savollarni o'qiyman. Davlat aktivlarini davlat mulkini boshqarishning asosiy prinsiplari qanday? Xususiylashtirishda investitsiyaviy majburiyatlar qanday tushuncha? Uchinchi, mas'uliyati cheklangan jamiyatda davlat ulushini sotish to'g'risida birinchi navbatda kim xabardor qilinishi kerak? O'zbekiston Respublikasining baholash faoliyati to'g'risidagi qonuniga muvofiq baholash faoliyati tushunchasi qanday? Beshinchi savol, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida ishga kreditorlar yig'ilishining mutlaq vakolatlari jumlasiga nimalar kiradi? Birinchi savol, davlat mulkini boshqarishning asosiy prinsiplari bu o'sha davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 821-sonli qonuniga asosan, o'sha 9-mart 2023-yildagi qonuniga asosan belgilanadi va boshqa qonun osti hujjatlariga ko'ra. Unga ko'ra o'sha asosiy prinsiplari bu o'sha ochiqlik, shaffoflik nima deydi, adolat prinsiplariga asoslangan, ya'ni teng huquqlik prinsiplariga asoslangan holda barcha xatti-harakatlar elektron va ommaviy axborot vositalarida e'lon berilgan holda ham barcha ishtirokchilarning teng qatnashishi ta'minlanib, ta'minlanadi va davlat maxsus organi, ya'ni davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan davlat mulkini boshqarish yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi savol, xususiylashtirishda investitsiyaviy majburiyatlar qanday tushuncha? Xususiylashtirishda investitsiyaviy majburiyatlar deganda, misol uchun davlat misol tariqasida oladigan bo'lsak, davlat mulkini xususiylashtiriladigan bo'lsa, o'sha auksionga, masalan, auksionga qo'yilib xususiylashtirishda o'sha investitsiyaviy majburiyatlar yoziladiki, misol uchun ma'lum muddatda, deylik, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil yoki uzoq muddatda, yo qisqa muddatda, yo uzoq muddatda ma'lum miqdorda investitsiya kiritish sharti, korxona bankrot yoki eskirgan jihozlarga bo'lsa, o'shalarni yangilash, ishchi o'rinlarini tashkillashtirish, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish va misol uchun eksport mahsulot ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxona bo'ladigan bo'lsa, eksport salohiyatini oshirish va eksportga mahsulot chiqarish kabi majburiyatlar qo'yilishi mumkin. Keyingisiga, uchinchi savol, mas'uliyati cheklangan jamiyatda davlat ulushini sotish to'g'risida birinchi navbatda kim xabardor qilinishi kerak? Mas'uliyati cheklangan jamiyatda davlat ulushini sotish to'g'risida birinchi navbatda o'sha jamiyatdagi boshqa ta'sischilar xabardor qilinishi kerak, chunki ularga birinchi o'sha davlat ulushini birinchi o'sha jamiyatdagi boshqa ta'sischilarga taklif qilinadi. Keyingi savolga o'taman. O'zbekiston Respublikasining baholash faoliyati to'g'risidagi qonuniga muvofiq baholash faoliyati tushunchasi qanday? Baholash faoliyat tushunchasi shundayki,
oldinlari misol uchun baholash o'sha davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilardi. Hozirda o'sha shaffoflik va erkinlik, ya'ni teng huquqlilik bo'lishi uchun va davlat xizmatlarini sekin-sekin xususiy sektorga o'tkazish talabi bo'lganligi uchun hozir baholash faoliyatini ham xususiy sektorga, ya'ni tadbirkorlarga berilgan. Bu bo'yicha bilganlarim shu. Keyingisiga to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda kreditorlar yig'ilishining mutlaq vakolatlari to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda kreditorlar yig'ilishining mutlaq vakolatlari jumlasiga nimalar kiradi? Bunda o'sha mutlaq vakolatlariga o'sha qobiliyatsiz deb topilgan, ya'ni bankrotlik yoki qobiliyatsiz deb topilgan korxonaning mol mulkini qanday tasarruf qilish, ya'ni o'sha birinchi qaysi to'lovlarni qilish yoki mol mulkni qaysi tarzda auksionga chiqarib sotishmi yoki bo'lmasa qarzga hisoblab berish holatda vakolatlari o'sha kreditorlarni yig'ilishini mutlaq vakolatlariga kiradi. Endi bankrotlik ishida bitta bizda endi xususiyda ishlaganda shunday holat bo'ldiki, mol mulkini bankdan krediti bo'lganligi uchun mol mulkini bizga, ya'ni bizning ulushimizga kreditorlar yig'ilishining mutlaq vakolati jumlasiga nimalar kiradi? Tushunarli o'sha to'lov qobiliyatsizlik to'g'risida kreditorlar yig'ilishi o'sha sizlarga o'sha boshlarimiz mutlaq vakolati o'shanga o'rganadi. ya'ni o'sha korxonani mol mulkini, ya'ni agar mol mulki yoki pul mablag'lari bo'lsa, qanday tasarruf etishni o'sha kreditorlar yig'ilishi belgilaydi-da. Ya'ni qay tartibda tugatiladi, agar mol mulki bo'ladigan bo'lsa, mol mulki qanday tasarruf qilinadi, yo pul mablag'lari bo'lsa qanday tasarruf qilinishini o'sha kreditorlar umumiy yig'ilishida belgilanadi. Assalomu alaykum. Do'st Choruk Ulg'ayevich. Oliy ma'lumot, yuridik oliy ma'lumotga egaman. Mutaxassis, huquqshunos. Marhamat, Akram Botir aka, savollarni kunda berishsiz. Ishlamayman. 2018-2021 Dorga tushunsiz marhamat. Savollar bilan tanishib javob beramiz. Birinchi savol, ikkinchi savol o'qib bilganlaringiz. Yozmasam bo'laman. Akajon, yo'q, turadi bu ketib qolmaydi sizga. Shunda qarab, tayyor bo'lsangiz birinchisidan javob berib ketavering. Yozish shart emas. Mana to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda pul majburiyati deganda nima tushuniladi? Agar javob bo'lsa, javob bersangiz, agar javob bo'lmasa, qanaqasidan o'tkaziladi. Ikkinchisi, aksiyadorlik jamiyati tuzatuv kengashining majlisi qachon o'tkaziladi? Buni yilni aytishim kerakmi, qachon o'tkazilishini? Qachon o'tkaziladi? Qanday tartibda o'tkazilishi? O'zi belgilangan-ku buni o'tkazish vaqtlari, shunga qarab aksiyadorlik jamiyati tuzatuv kengashining majlisi qachon o'tkaziladi? Yilini bilmayman. Yilini bilmayman. Shuni keyingisi. Davlat tasarrufidan chiqarish va usullashtirishning asosiy
davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning asosiy prinsiplari qanday? Yo'q. Davlat ishlatgan korxonalarda. Yo'q. Oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi ham yo'q. Shu yerda notanishda men uni tayyorgarlik ko'rganman. Qanday korxonalar davlat ishtirokidagi korxona hisoblanadi? Endi davlat korxona ishtirokiga bu muassasalar, korxonalar, tashkilotlar, davlat byudjetida bo'lgan tashkilotlar hisoblanadi. Çünkü bunday savollar bo'lishini bilganimiz yo'q biz. Belgilangan tartibda Yo'q, tushundim, lekin bizga mana shunday savollar bo'lsa, biz tayyorgarlik ko'rib kelamiz. Biz masalan qonunchilik, konstitutsiya, yo'q, bu yerda o'zi bunday olganda murakkab narsa yo'q. Agar savolni bunday o'qisangiz, o'zi ichida turibdi. Masalan, qanday korxonada davlat ishtirokidagi korxona hisoblanadi? O'zingiz tushunchani bilsangiz ham biz korxona qilardik. Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ boshqaruv tizimini joriy etish nima uchun kerak? Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning asosiy prinsiplari qanaqa? Masalan, juda ham qonun tilida gapirib bering deyotganimiz yo'q. Masalan, o'sha fikringizni aytsangiz bo'lardi. Marhamat, keyingisi. Cho'raka. shu bo'yicha bo'ladimi rasmiy? Bo'ladi. Tushunib, Bunday savollar. ha. Rosta. Bu hozir kelajakda boshqacha chiqib keladi. Mayli, shunday bo'lsa ham. Keyingi safargisiga boshqacha. Hamma shunday tushunyaptimi? Ha. Bo'ladi. Jo'rayev Abdumalikman, mutaxassisligim oliy. Yurist tugatganman Qozog'iston, Muxtar Avezovdan. O'tgan yil tugatdim. Tugatib nasib etsa qoldim. Bundan oldin avvalgi maktabda informatika yo'nalishida Ne? o'qishmoq ko'p qayerdadir ishlayapsizmi? Ishlayapman. Aha. O'zim firma boshida ishlayapman. O'zim firmam bor, firma. Firmangiz bilasizmi? Rahbar bo'lib ishlaysiz. Shunday. Marhamat, savollarni o'qib tushunib qarab. Aksiyadorlik jamiyati degan kalima sog'in to'g'ri. Bilgan savolingizga javobingiz tayyor bo'lsa aytib ketavering. Bir gami, ikki gami, uch gami, beshdan boshlab javob bersangiz ham bo'ladi. Birinchisi aksiyadorlik jamiyatida dividendlar nima hisobidan to'lanadi? Aksiyadorlik jamiyatida dividendlar Avvallikka agar to'g'ri bo'lmasa, keyingisiga o'tib ketavering bemalol.
Qarang, ikkinchisi ham munisipal mulkni boshqarish va saqlashga doir xarajatlarni moliyalashtirish qanday manbalar hisobidan amalga oshiriladi? Bu juda qiyin savol emas. Ikkinchisi ham agar shunday. Uchinchisi to'lov qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda pul majburiyatligini tushunadi. Aksiyadorlik jamiyatining korporativ maslahatchisi deb kim tushuniladi? Depozitlar, xilqatlar nimani bildiradi? Depozitlar, xilqatlar nimani bildiradi? Birortasi prezident ayting, fikrimni yuritim bularga. Abdumalik sizga oldin ishlab ketyapsiz. qayerda ishlaganmizda? Sizdan boshqa savol kutuvdingiz, boshqalarga nisbatan. Kichik bo'lmasa bir ikkidan so'ng ishlarni bilasizmi lekin. Hali savol bo'lmasa. Rahmat. Men Sog'ay Farhod Baxtiyor o'g'li Muzaffardan bo'lganman. Hozir kunda Andijon shahar Sloja aksionerlik jamiyatida yurist lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Qayerda? Andijon shahar Sloja aksionerlik jamiyati. Bunda onlayn qatnashyapsiz. Qanday yo'l? Onlayn BKSdan. BKSdan qatnashyapsiz. Boramiz ko'proq. Agar sud protsesslar bo'lsa, BKS bo'layapti. Sudlar ko'p iqtisodiy fuqarolik bo'yicha asosda qatnashganman. Farqi qanaqa savollar bo'ldi? To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida ijtimoiy mulkni sotish tartib-taomiliga nima tushuniladi? O'zbekiston Respublikasining to'lovga qobiliyatsizligi to'g'risidagi qonuniga muvofiq, ya'ni to'lovga qobiliyatsizlik asosan ikki xilda, ya'ni vaqtincha to'lovga qobiliyatsizlik va doimiy to'lovga qobiliyatsizlik bo'linadi. Ya'ni bu vaqtincha to'lovga qobiliyatsizlik bu ayni o'sha majburiyatlar yuzaga kelganda 3 oy ichida qarz majburiyatlarini kreditorlar orqali majburiyatlarni bajarmaganda yoki bu korxona yoki o'ziga biriktirilgan korxona jamiyatlarda 6 oy mobaynida qarzdorlik majburiyatlarini bajarmaganda vaqtinchalik to'lovga qobiliyatsizlik yuzaga keladi. Doimiy to'lovga qobiliyatsizlik esa bu asosan sudga, ya'ni kreditorlar tomonidan o'sha majburiyatdan umumiy yuzaga kelgan holatda, ya'ni o'sha ariza bergan vaqtdan o'sha ariza bergan vaqtdan yillik hisobot davrida yoki ariza berilgan yilning choragidan bu ketishda qonun boshidan oxirigacha nega aytib bermoqchi bo'lyapsiz? Menga shu savolga javob bering. Mol-mulkni sotish tartib-taomili deganda nima tushuniladi? To'lovga qobiliyatsizlik holati yuzaga kelganda, ayni o'sha to'lovga qobiliyatsizlik toplayotgan o'sha yuridik shaxs yoki tadbirkorda o'sha mol-mulki aniqlanganda, o'sha kreditorlar oldidagi o'z majburiyatlarini bajarish yuzasidan, ya'ni masalan yuridik shaxs sifatida bo'lsa, yuridik shaxsning o'zini balansida bo'lgan mol-mulkni o'sha sotish jarayonlari tushuniladi. Va ushbu jarayonlar amalga oshirilgan keyin o'sha kreditorlar yig'ilishida qabul qilingan qaror bo'yicha ayni o'sha to'lovga qobiliyatsiz deb topilayotgan yuridik shaxsni mol-mulklar sotuvga chiqarilib, uning o'sha majburiyatlar bajarilishi, tushgan mablag' evazi majburiyatlar bajarilishi tushuniladi. Bunda keyingi savol, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda kim sudga murojaat etish
huquqiga bu yuqorida aytib o'tganimizdek O'zbekiston Respublikasi to'lov qobiliyatsizligi to'g'risidagi qonunga muvofiq sudga bevosita o'sha yuridik shaxsni o'zi yoki o'sha jismoniy shaxs bo'lishi mumkin yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kreditorlar o'sha jismoniy yoki yuridik shaxsni to'lovga qobiliyatsiz deb topish bo'yicha sudga o'sha arizada kiritiladi. Bu to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishda bir turdagi kreditorlar guruhiga kimlar kiradi? To'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi ishda ya'ni kreditorlar yig'ilishi amalga oshiriladi. Ya'ni bunda bir turdagi ya'ni kreditorlarni ham o'sha bir turdagi yoki boshqa turdagi masalan kreditlar olib o'tishimiz mumkin. Ya'ni faqatgina bitta kreditor bo'lgan holatda, ya'ni bitta kreditor bo'lgan holatda bu ayni o'sha kreditlar yig'ilishi, ularni bayonnomasini rasmiylashtirish va tegishli qarorlarni qabul qilish yoki boshqa o'sha protsessual harakatlarni amalga oshirish ayni o'sha kreditorning vakolatiga kiradi. Bunda bir nechta kreditorlar bo'lgan taqdirda ayni ularning bitta talab bilan, ya'ni bir nechta kreditor faqatgina o'zining oldidagi majburiyat yuzasidan bitta talab bilan chiqmaydi. Bir nechta kreditorlar umumiy kreditor yig'ilishini tashkil qiladi va o'sha kreditor yig'ilishida tegishli bayonnoma rasmiylashtirilib, bunda o'sha to'lovga qobiliyatsizlikda topilayotgan yakka tartibdagi tadbirkor yoki jismoniy shaxs yoki yuridik shaxsning o'sha umumiy ma'lumotlari boshqa o'rganilib unga qaratiladi. Ya'ni bir turdagi o'sha kreditorlarga o'sha ma'lum bir tarafdagi ma'lum bir majburiyatga yuzasidan kelgan kreditlarni aytishimiz mumkin. Keyingisi davlat ishtirokidagi korxonalar ko'chmas mulklari, avtotransport vositalari hamda boshqa xususiy vositalarni sotish qanday amalga oshiriladi? Davlat ishtirokidagi ko'chmas mulklar, avtotransport vositalari va boshqalarni sotish hozirgi kunda o'sha davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunning asosiy prinsiplari, ya'ni qonuniylik, shaffoflik, teng raqobat, korrupsiyaga yo'l qo'ymash, ya'ni elektron auksion savdolarida yoki tanlovlar asosida elektron onlayn savdolar tanlovlar asosida yoki ma'lum bir o'sha ommaviy ravishda oferta, ya'ni taklif berish asosida va boshqa turlardan foydalangan holda boshqa turlarga masalan kiritib o'tadigan bo'lsak, ma'lum bir o'sha taklif berish yo'li bilan, ya'ni bironta bir obyekt bor, obyektga o'sha takliflar berish yo'li bilan yoki auksion platformasi orqali to'g'ridan to'g'ri ochiq tanlovlar asosida yoki yopiq tanlovlar asosida amalga oshirib ketiladi. Asosiy shular hisoblanadi. Keyin xususiy korxona deganda nimani tushunasiz? Xususiy korxona deganda bu asosan o'sha ma'lum bir faoliyat, tijorat maqsadini ko'zlagan ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'sha korxona tuziladi, tushuniladi. Ya'ni aytganimizdek o'sha korxonalar ham ya'ni yuridik shaxslar ham notijorat va tijorat tashkilotlariga bo'linganda ayni ular tijorat tashkiloti hisoblanadi. Ya'ni bu esa ayni o'sha xususiy korxona ma'lum bir o'sha foyda olishga qaratilgan hisoblanadi. Sizga savolim. Savol emas. Shu davlat aktivlarini, yuristlarini qiladigan ishlari nimalardan iborat? Davlat aktivlarini o'sha boshqarish konsulning asosiy vazifalari o'sha davlat aktivlari o'sha hududiy boshqarmasi tomonidan davlat obyektlar, binolar, inshootlar, yo'l uchastkalari yoki boshqalar oldi-sotdi munosabatlari yuzasida nizolar yuzaga kelganda, ya'ni qarzdor tomoni o'z majburiyatlarini bajarmaganda, buning oqibatida o'sha qarz majburiyatlari, peniya majburiyatlari yoki taraflar o'rtasida masalan o'sha xaridor tomonidan shartnoma, ya'ni shartnomada keltirgan bir tomonlama bekor qilinganda, ya'ni kelishuv bitim tuzilib bir tomonlama bekor qilinganda, bunda 15% jarima o'sha shartnomada keltirib o'tib ketilgan. Ana o'shana holatlar yuzaga kelganda o'sha xaridorni tegishli tartibda ogohlantirish va talabnomalar yuborish
va xaridor o'sha vaqtda ham o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda ayni ular yuzasidan shartnomani bekor qilish yoki asosiy qarz peniyani undirish bo'yicha bevosita o'sha tegishli shartnomada belgilangan sudga yoki o'sha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi yoki O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksida belgilangan tegishli va huquqsizlik tamoyillariga muvofiq sudlarga da'vo arizalari bilan murojaat qilish yoki ma'lum bir yuridik shaxslarni o'sha qarz majburiyatlari yuzaga kelgan taqdirda kreditor sifatida o'sha to'lovga qobiliyatsiz deb topshiruvchi arizalar kiritish va boshqa o'z vakolat doirasidagi ishlarni amalga oshiradi yurist. Qarzdorlik yuzaga kelganda shartnoma bekor bo'lganda ishlaymiz. Yo'q, asosan endi yo'q boshqa nimalar ham kiritiladi. Masalan, o'sha o'sha suddiy boshqarmani yoki o'sha umumiy davlat tashkilotini o'sha huquqiy manfaatlarini himoya qilish, ular ya'ni ularning rahbari nomidan shartnoma asosida vakolat berilgan doirada faoliyatni amalga oshirish yoki o'zining o'sha yo'riqnomasida va tegishli vakolat doirasida ishlarni amalga oshirishlar kiritib ketiladi. Davlat aktivlarini boshqarish hududiy boshqarmasi yoki bular asosiy davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun, davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi qonun va boshqa normativ hujjatlar bilan ishlanadi. Bularga bevosita ayni qonunchilik normalariga O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik va Fuqarolik protsessual kodekslari va boshqalar kiritib ketilgan asosiy qonunchilik normalari sifatida davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi qonun va davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun va boshqa normativ hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Otur aka bu tugadi bizga boshqa nomzodda kelmabdi. 6 tani 4 tasi ketdi. Bo'ldi aka, rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Omadinglar.